Alisher Navoiy hazratlarining eng muazzam qalamlaridan biri. Dilbar erur tengsiz jahonda, erur anga hamma, xushdori banda. Tengsiz xushdori shaydosiman man, jahonda bandaman man. Anga. Lekin bu qalamga yaxshilab e'tibor bering-da. Yonma cho'qsiz ham bitta ma'no kelib chiqadi. Tepadan pastga o'qsiz ham bitta ma'no kelib chiqadi. Grafikni yozilgan she'r. O'sha davrlarda bizning tilimiz xo'rlanib, yo'qolish arafasiga yetib kelib qolganda, Alisher Navoiy hazratlari bizning tilimizni qutqarib qolgan. Shu darajada mukammal asar, g'azallar yozganlarki, to Fransiyadagi shoirlar ham bizning tilimizni o'rgan borgan. Agarda yana ikkita Alisher Navoiyga o'xshagan shaxsiyat kelib chiqqanda bizdan, dunyo tili bizning tilimizga aylangan bo'lardi. O'sha davrlarda insonlar bizning tilimizni bir askariy til deb hisoblagan ekan. She'r yozib bo'lmaydigan. Lekin Alisher Navoiy hazratlari Muhakamatul Lug'atayn asari bilan bizning tilimizni ham arab tili bilan, ham fors tili bilan raqobat qila olishini isbotlab qo'ygan ekan. O'zi to'ttagina forscha so'z yodlab olgan, o'shin bilan forscha she'r yozishga harakat qiladi. Oldin o'zingiz tilingizni do'ndirib qo'ying deganday qilib muhokama qilgan ekanlar-da. Lekin e'tibor bering-da, tarixda fors tiliga hayronlik kuchli bo'lgan bo'lsa, hozir yana boshqa bir tilga. Ha do'stlar, Alisher Navoiyda shuncha qilgan mehnati balkim ba'zi bir insonlar tarafidan bir tin qilinmoqda. Ha, bu videoni kerakli insonlarga yuborib qo'ying. Yana ham ko'proq ma'lumotlar uchun Turkiston News'ga albatta obuna tashing. Va Telegram kanalimizga ham obuna tashab qo'yadigan bo'lsangiz, dunyoda yuz berayotgan dolzarb muammolarni birma-bir yoritib boryapmiz. Salomat bo'ling.